Diqqat, Rossiyadagi patenti yo'q migrantlar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Patenti kuyganlar, atkaz olganlar ham yangi patent olishi mumkin. Vladimir Putinning 1126-sonli farmoni asosida Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar 2025-yilning 30-aprelgacha mamlakatdan ketmay hujjat rasmiylashtirishlari mumkin. Ushbu amnistiya vaqtida nafaqat anchadan buyon hech qanday hujjatsiz yurganlar, balki patenti kuyganlar yoki patent olishda atkaz olganlar ham 1 yil o'tishini kutmay qaytadan yangi patent olishlari mumkin. Agar patentingiz kuygan yoki patent berishda atkaz olgan bo'lsangiz, 30-aprelgacha tezroq yangi patentga topshirishingiz mumkin. Amnistiya vaqtida yangi patent olish uchun quyidagi tartibda harakat qilish lozim. Agar registratsiya qilib beradigan uy egasi bo'lsa, unda avval yashash manzilingiz bo'yicha Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limiga borasiz. Turar joy egasi bilan borib jarima to'lab, registratsiya rasmiylashtirasiz. Registratsiya rasmiylashtirish uchun pasport va oxirgi migratsion kartangizni olib borishingiz kerak. E'tiborli bo'ling, migratsiya karta eski bo'lsa ham bo'laveradi. Asosiysi haqiqiy bo'lsa bo'ldi. Jarimani to'laganingizdan keyin 30-aprelgacha registratsiya rasmiylashtirib berishadi. Shundan so'ng borib odatdagidek patentga topshiraverasiz. Agar registratsiya qilib beradigan uy egasi yoki yotoqxona topa olmasangiz, unda avval patent rasmiylashtiradigan joyning konsultatsiya bo'limiga uchrashingiz kerak. U yerda hozir registratsiya qila olmayotganingiz, biroq Rossiya prezidentining 1126-sonli farmoni asosida patent olmoqchiligingizni aytishingiz kerak. Hujjatlaringizni o'rganib chiqib, o'sha yerning o'zida sizni jarimaga tortishadi. Jarimani to'lagach patentga hujjat topshirasiz. Jarima to'lagan chekingiz va patentga topshirgan hujjatingiz bilan keyin 30-aprelgacha bo'lgan muddatda registratsiya qilishingiz kerak. Keyin shu registratsiya bilan kelib tayyor patentni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Amnistiyadan foydalanib hujjat rasmiylashtirib oling. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. Videoga like va podpisyasiya videoni kengroq tarqalishiga yordam beradi.